Avaz aka, nega ba'zi bizneslar yillar davomida gullab yashnaydi, boshqalar esa tez orada yopiladi? Javob oddiy Asilbek. Ular vazifalarni tushunishmagan. Har bir biznesning asosiy vazifasi mijozlarni anglash kerak. Ularning istaklarini bilmasangiz, ularga mos mahsulot yoki xizmatni taklif qilish qiyin. Xo'sh, buni qanday amalga oshirish mumkin? Keling sizga soddalashtirib tushuntiraman. Birinchi bosqich, so'rovlar o'tkazing. Mijozlaringizga savollar berib, ularning fikrlarini bilish mumkin. Ikkinchi bosqichda ularning xulq-atvorlarini kuzating. Masalan, faqat Instagramning o'zida qaysi mahsulotlar ko'proq ko'rilganligini tahlil qilishingiz mumkin. Uchinchi bosqichda ular bilan muloqot qilish. Ijtimoiy tarmoqlarda ular nimani muhokama qiladi, qanday fikrlar bildiradi? Bu sizga ularning haqiqiy talablarini tushunishga ancha yordam beradi. Eng muhimi, shunga e'tibor bering Asilbek, bu ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilish kerak. Mijozlaringiz nima uchun shunday harakat qiladi? Nima ularni mamnun qiladi? Bu savollarga javob topganingizda siz ularga haqiqiy taklifni yaratishingiz mumkin. Mijozlaringizni anglaganingizda siz ularning ishonchini qozonasiz. Keling, birga ularni tushunamiz.